18 yoshda ham bemorimiz adenoiddan qiynalib kelgan. Mana adenoidlarni ko'rishingiz mumkin. 18 yoshda ham mana adenoidlarimiz hali so'rilmagan, mana o'zida balg'am yiringlar to'plab turibdi, mana ko'rgan bo'lsangiz, oq orasida. Bu narsa to'xtamasdan burundan halqumiga qarab yiring balg'am ajralishiga sababchi bo'lib qoladi. Xudo xolasa bemorlarimizni nafas yo'llarini ochib, idealni qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, adenoid bezi idealni olindi, o'rni xudo xolasa boshqa qaytalanmaydigan qilib kuydirib qo'yildi. Keyingi navbat mana bu shishayotgan go'shtlarni ko'rdinglar, chiqanoqlarni kichraytirib korreksiya qilib beramiz va burun to'siqlarini to'g'rilab beramiz. Mana burun to'siqlarini to'g'rilab bo'ldik, adenoidlar 100% olindi, boshqa qaytalanmaydigan kuydirib qo'yildi. Keyingi navbat mana xudo xolasa burun chiqanoqlarni korreksiya kuchaytirib beramiz. Sekin-sekin bosh og'riqlaridan, balg'am tushishlaridan, quriq yotishlardan qutuladi. Mana o'rtoqlar, boshlagan operatsiyamizni hammasini juda ham muvaffaqiyatli tugatdik. Bir vaqt o'zida burun bitishidan, adenoid gipertrofiyasidan, quriq yotishdan, burundan halqumga balg'am ketishidan qutqardik bemorimizni. Bemorimizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz.